Assalomu alaykum. Bugun tayinrov ko'rib haydab ketsangiz ham bo'laveradi. Ochiqchasi gapiradigan bo'lsak, mana salonlarimizni o'zingizlar ko'rayotgandek ko'pchilik yoqqan tomoni bu haqiqatan komfort. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun qarshingizda Dongfeng Ipan 008 haqida gaplashamiz. Avtomobilni oldi mordasiga kiradigan bo'lsak, oldi morda only mono qoshlar bilan jihozlangan. Bular ancha ko'rkamli beradi sizlarga. Ikkitali lupa hisoblanadi. Ko'p modellarda bittali chiqqan. Bularda ikkitali. Danligi alohida, bilishniga alohida bo'ladi. Oldida xavfsizlik jihatidan 6 ta parktronik datchigi mavjud. Ko'rayotgan bo'lsanglar bemalol. Keyin ko'pchilikda pastda radiator zashitasi bormi yo'qmi deb so'rashadi. Albatta bor. Qachonki radiatorga havo kerak bo'lsa, o'sha vaqt pasti ochiladi, kerak emas vaqt yopiladi avtomatik. O'sha hisobiga bularga shunaqa chiqarilgan. Buni o'sha yon tomoni keladigan bo'lsak, 265-45R21 diska balon bilan jihozlangan. Xolasingiz ustida chiroyli kalpaki bo'ladi, qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol kalpaki vazifasi barabanga shamol haydab rasodni kamaytirish bo'ladi. Yon tomoniga keladigan bo'lsak, o'sha aytilgan 360 hamda 540 gradus kamerasi joylashtirilgan. Hamda 5 ключевой достуp полный sensorda ishlaydi. Oldingizda misol pulutingiz bo'lsa, pulut boskingiz kelmasa, xolasingiz keling o'zi ochiladi. Xolasingiz sensorda bosing, avtomatik ochilib beradi. Keyin mashinani o'sha yon tomonlari uzunasiga 5 metr hisoblanadi. Bu o'sha ancha-muncha katta mashina. 3-qatorga ko'p mashinalar detskiy bo'ladi. Bularda unaqa emas. 3-qator ham kattadan bemalol sig'averadi mashinamizda. Xo'p, sizlarga yana bir ko'rsatadigan joyimizda slipoy zona. Ko'p akalarim, opalarim yonida mashina ko'rmay qolsa, katta mashina qanaqa haydaymansa, xavotir olmanglar. Slipoy zonalarimiz ham mavjud. Bemalol tayinrov ko'rib haydab ketsangiz ham bo'laveradi. Ochiqchasi gapiradigan bo'lsak. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, mana salonlarimizda o'zingizlar ko'rayotgandek eko ko'rjalar bilan jihozlangan salonlar polni. 15.6 dyumdagi katta monitor, 99% upravleniya monitori o'zidan boshqariladi. Bularga lishni narsa kerak emas. Xo'p, akalar, ichini ko'rgan bo'lsanglar mana, barda hech nima mavjud emas, chunki sabab 99% upravleniya shu 15.6 dyumli monitor boshqaradi hamma funksiyani. Mashinamizda qulaylik jihatdan adaptivniy kurs kontrol, xolasingiz, polasa rejimlari bor. Bemalol mashina polasada harakatlanib ketaveradi. Hech qanaqa yo'lda qiynalmaysiz. Uzoq yo'lga ketayotgan paytda ayniqsa juda yaxshi mazza ketadi. Bespirodni zaryadka. Zaryadkada ham xuddi shunaqa pastida abduf rejimi ham bor. Bemalol telefonni sovutib beradi, telefon qizib ketmaydi, xavotir olmaysiz. Keyin podsvetka 65 xilda o'zgaradi. Bu hozir sizga misol kunduz uncha ko'rinmaydi, lekin kechki tomonga buni podsvetkaga yoqadigan bo'lsangiz, mashina sochniy bo'ladi, ancha-muncha. Ko'ringandek, amerikanskiy stilda skorost gitarada. Xohlagan payt, xohlagan stilda upravleniya qilsangiz bo'ladi. Bularda start stop yo'q, o'shani hisobiga eshikni yopasiz, tormozni bosasiz, mashina zavat bo'ladi. Eshikni ochasiz, o'chib ketadi. Mashina o'chadi avtomatik. Keyin ko'pchilik aytadi, mashina ichida misol yosh bolalarim bo'lsa, skorost tegsa-chi? Yo'q, agar eshik ochiq tursa, tormozni bossangiz ham skorost ishlamaydi. Umuman. Eshikni yopasiz, qachon shofir o'tiradi, tormozni bosadi, keyin urilishni boshlaydi bemalol. Keyin mashina ruchnoy, avtomatik. Dvigatel so'zingiz ruchnoy tushadi, parkovkaga bosib ruchnoy ko'tariladi. Shu hisobiga ancha qulay. Keyin mana ko'rayotgan bo'lsanglar, orqada ko'p crossoverda dvornik ishlatilgan. Bular dvornik emas, o'sha hisobiga kamera qo'yilgan. Kamera yoqmasa, o'chirib qo'yasiz bo'ladi. Oldi shtorkasi ruchnoy bo'ladi, orqasi elektronik bo'ladi. Keyin sizga aytadigan bo'lsam, 4 ta oyna, panorama lyuk, lobavoy 2 qavatdan iborat. O'rtada plyonkasi bo'ladi. O'sha plyonkani vazifasi issiq-sovuqqa yaxshi, ichidagi sovuq havoni ko'chirib chiqarmaydi, issiq havoni ichkariga kirgizmaydi, oynaning o'zining funksiyasi bu. Keyin bularda shum, ovozda ham xuddi shunaqa. Ovozda chiqmaydi, tashqariga uncha kirmaydi. Keyin bularda ko'p modellarga ko'radigan bo'lsak, bir qavatli oynada u bilan tegadigan bo'lsa sochilib ketadi. Bulardan aksincha, dars ketadi. Yuklar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bularda o'zida barlari bor. Barini xolasangiz, tegidagi xolodilnikka o'tsangiz bo'ladi, bu yoq o'zidan bloklab qo'ysangiz. Keyin sizlarga orqa qatorni ko'rsataman, bitta ko'ramiz orqa qatorni. Mana ko'rganingizdek, orqasida shtorkasi bor. Zavodskoy, shtorka ham ancha bagatli. Ancha vid beradi. Keyin bo'ladi xolodilnik. Ko'pchilik yoqqan tomoni bu 3-qatorga ham yuradigan xolodilnik bo'ladi. Bitta bosasiz, xolodilnik kelaveradi. Tepasini o'zingiz uchun bar qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi, xolasangiz. Ham xolodilnik, ham mikrovolnovka. Maksimani sovutadi, maksimani isitib beradi. Keyin 4 ta sizenada xuddi shunaqa. Ham sovutadi, ham isitadi. 4 ta sizenaning o'zi ham. Monitorlari ko'pchilik modellarda ruchnoy bosib tushirib o'tirasiz. Bularda bitta bosasiz, o'zi tushirib beradi. Xolasangiz, qo'lga upravleniya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rganingizdek. Keyin bu yoqda mana yashirin tarzda, to'g'risini aytaman, mana stakanchik. Uzoq yo'lga ketayotgan vaqtingiz bemalol suv bilan qo'yib olib,
sidenani yotqizib olib, yutib qo'yib ketaverasiz bemalol. Uzoq yo'lda mashina haqiqatan komfort. Chunki mashinamizda воздушный amortizator. Bular pnevmopodveska emas. Воздушный deganda bularda havoda ishlaydi. O'sha hisobiga mashina 100 tezlikdan o'tgandan keyin avtomatik cho'kishni boshlaydi. O'shani hisobiga mashina umuman ko't otmaydi. O'zimizning Jeep mingan akalar biladi buni bemalol. Keyin mana ko'rsangiz bemalol yosh bolalaringiz bo'lsa, misol telefon qo'yib, xolasa qo'yib ketsa bo'ladi, xolasa notebook qo'yib ketsa bo'ladi. Qo'shimcha atamankasi bor bu yoq. Bu sidenada atamanka bo'ladi. Nimaga bu yoqqa qo'yilmagan deb aytadigan bo'lsa, bu yoq tomonda shoferga xalaqit bermaslik uchun qo'yilmagan. O'sha hisobiga bir tomonga atamanka qo'yilgan. Bu yoqdan bemalol sidenani upravlение qilsangiz bo'ladi. Ko'rganingizdek, o'sha hisobiga atamanka qo'yilgan. Keyin xavfsizlik jihatidan avtomobilda общий 10 ta airbag, 6 ta stoyka, 2 ta oldi sideniya, torpedka rulda ancha xavfsiz mashinamizda. Ko'p mashinalarni ko'ryapmiz, hozirgi paytda Xitoydan kelayotgan. Ularda yoki bu yoqda ruchkasi bo'lmaydi, yoki bu yoqda ruchka bo'lmaydi. Bularda уже 2 ta ruchka qo'yilgan. Orqada polniy mana konditsionerga mo'ljallangan xitlari bor. Yana sizlarga aytadigan narsamiz 3-qator haqida gapiradigan bo'lsak, 3-qator haqiqatan keng. Katta odam bemalol sig'adi 3-qatorimizga. Ko'p crossoverda 3-qator detskiy hisoblanadi, kichkina bolalar chiqadi. Yo'q, aksincha. Katta odam bemalol sig'adi. Xolagan vaqtingizda o'tirib, ulfatlar bilan, oila bilan uzoq yo'lga ancha komfort. Ha, расход. Bizani O'zbekistonda birinchidan benzinni ozgina muammo deyiladi. O'sha misol sizni kuniga 150 180 kilometr ishingiz bo'lsa, to'kda yuring, benzin quymaydi. Bakingiz turaversin. Uzoq yo'lga chiqaman, misol oilaviy yo do'stlar bilan aylangan chiqaman, benzin quyasiz, bak 51 litrli bo'ladi. Gibrid rejimga o'tkazadigan bo'lsangiz, ham benzin, ham tokda harakatlanadigan bo'lsa avtomobilimizda 2 litr, 3 litr rasxod qiladi. O'sha zaryadkasi misol 20% ga tushdimi? Benzinga o'tkazib qo'ying. O'sha vaqt o'zini-o'zi ozgina zaryadkasini to'ldiradi. O'sha hisobiga rasxod faqatgina 5 litr, 6 litrga ko'tariladi. Lekin siz aylanishga misol bizda bir oyda 2 marta chiqilishi mumkin. O'sha hisobiga benzinni o'ylamasangizdan ham bo'laveradi. Bu yoqda sidenada Type-C port, bu yoq sidenada USB porti bor, zaryadka qilish uchun o'rindiqqa. Bu stoykada xuddi shunaqa Type-C port. 3-qator USB porti bo'ladi. Endi avtomobilimizning bagaj orqa qismiga o'tamiz. Mana orqa qismiga ham keldik. Orqa qismdan ko'radigan bo'lsanglar, monoqosh, ko'p modellarda faqat bitta liniya ketgan, bularda yana aksincha pastiga ham shaxmatga o'xshab qo'yilgan ancha derskiy mashinamiz. Mana aytganimdek, dvorning o'rniga kamera. Ertaga mabodo misol qishda qor bo'ladigan bo'lsa, kamerani ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Ancha qulaylik beradi. Orqada ham xuddi shunaqa 6 ta parktronik datchik yonlarida ham. Uje mana bagajga kiradigan bo'lsa, bagajlar buni elektronik ochilish, yopilishlari, keyin yopilayotganda orqada o'bikimni turadigan bagaj to'xtaydi. Orqasini ko'radigan bo'lsanglar, 3-qator bo'lsa ham keng, haqiqatan keng. Xolasangiz misol kerak emas 3-qator, tekst qilib yotqizib qo'ying, unisini ham, bunisini ham bemalol. Keyin yana dalshi narsa ortib ketaverasiz. Xohlaydigan bo'lsangiz yana bir yaxshi tomoni o'zini polkasini olasiz, tepaga qo'yib ishlataverasiz. Ham chuqurroq bagaj, ham yana qo'shimcha polka bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Keyin ko'pchilik misol farzandlarim oldida misol bagaj yopilgan vaqt tursangiz deydi. Xavotir olmanglar. Misol bagaj yopilyaptimi, oldida turibsizmi, qaytaradi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Yana bitta yaxshi tomoni, agar ishonmayotgan bo'lsanglar, misol test drive. Kelinglar salonga, avtomobilimizda bor, test drive'ga bemalol haydab ko'rsanglar bo'ladi. Mashinaning komfortini, yumshoqligini, tezligini, yana ko'pchilik yoqadi bizda tez yurish, tezligini ko'rasizlar. Crossover tortmaydi deb o'ylayotganda tezligini ko'rasizlar, ходовой частini ko'rasizlar, mashina yumshoqligini. Xudo xolasa har bir gapirayotgan gapimizni mashina haqida o'zimizda mashina test drive qilib ko'rib, hamma ma'lumotlarni shu xalqqa yetkazgimiz keladi, o'sha narsani aytamiz. Kelinglar, mashinani ko'ringlar, haydab ko'ringlar, ma'qul kelsa, xudo xolasa bir kun ichida mashinani qo'lingizga chiqarib beramiz. Kelasizlar, dokument topshirasizlar. Bir kun ichida mashinani haydab chiqib ketasizlar. Kommentariyada qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol yozib ketinglar. Biz qo'ldan kelgan javob qaytaramiz. Xo'p, lokatsiyaga kiradigan bo'lsak, Betonka yo'li, bu yoq tomon ipodromga ketish, bu yoq tomon qo'yliqqa ketish bo'ladi. Drivers Village ro'parasida. Agar yana qanday ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamga telefon qilinglar. Ha, aytgancha
Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.